Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on Isroilning mintaqadagi harakatlari barqarorlikka xavf tug'dirayotganligini ta'kidlab, islom dunyosi mamlakatlarini unga qarshi sanksiyalar qo'llashga chaqirdi. Erdo'g'on tegishli bayonotni Qatarda o'tkazilayotgan Islom hamkorlik tashkiloti va Arab davlatlar ligasi qo'shma sammitida so'zlagan nutqida aytib o'tdi. Ayrim davlatlarning Falastin davlatini tan olish niyatini bildirishi shubhasiz ijobiy qadam. Bu ilgariroq amalga oshirilganda yaxshi bo'lardi. Biroq agar bu qadamlar Isroilga qarshi aniq va kuchli sanksiyalar bilan qo'llab-quvvatlanmasa, ularni hayotga tatbiq etish mushkul bo'ladi, dedi Turkiya prezidenti. U tomonlar Isroilga qarshi choralarni kuchaytirish uchun diplomatik sa'y-harakatlarni jadallashtirishi va Isroil hukumatini sud oldida javobgarlikka tortish uchun xalqaro huquq mexanizmlaridan foydalanishi kerakligini ta'kidladi. U Isroilga iqtisodiy jihatdan ham bosim o'tkazish tarafdori bo'ldi. Shuningdek, Turkiya 1,5 yil oldin Isroil bilan barcha savdo aloqalarini to'xtatganini, shu tarzda Turkiya yiliga $9,5 milliard voz kechayotganligini aytdi. Eslatib o'tamiz, bundan sal avval Eron sobiq qo'mondoni musulmon davlatlarni Isroilga qarshi harbiy ittifoq tuzishga chaqirgandi.